Hammaga assalomu alaykum bolalar. Sizlar bilan Sho'xruxboy. Bugungi videoda biz berilgan kitda 3 ta odam minus qilishimiz kerak. Bu osondek tuyulishi mumkin, lekin 3 ta odam topguningizgacha yoki papa qilayotganingizda u odam chiqib ketsa, u killga hisoblanadimi? Shunisiga biz 3 ta odam kill qilishimiz kerak. Qani, let's go. Xo'sh bolalar, endi buni irtifada ochib olamiz. To'g'risini aytsam hayajonlanib ketyapman. Bunday kitda kamaga shal kerak, shalker juda ham kamyob narsa. Shuni aytish joizki, juda ham kamyob narsa. Chunki bunday endi yo'q. Xo'p, wow, imperator ekan. Hamma narsa imperator. Nimaga bayda 3 ta talisman? Bilmadim, bu kitga o'xsharkan ko'proq. Setmas, xo'p. Ko'p inventar. Lekin dinamit nimaga beriladi bilmayman, shuning uchun qo'yib yuboramiz. Men bu bilan papa qilmayman. Qo'yamiz. Menga bu bitta tomorrow o'z aytadi, qo'yamiz. Men buni ham islatmayman, qo'yamiz. Men shularni ishlataman xolos. Hozir qaydaman bilmayman. Hozir tam turibdi. Xo'sh, endi cast olga boramiz. Nima bu admin challenge. Menga media rank berishadi agar bu shartdan o'tolsam. Men buni ender chestingga solib qo'yishim kerak. Hozir minus bo'ladi, ichidan nima bo'ladi? Shuncha narsa bor, ko'ryapsizlarmi? Hattoki imperator gruzi ham bor. Xo'sh. Aldamayapman. Admin hech qanaqa meni tanimasa ham kerak. Bu dunyoda borligimni bilmasa ham kerak. Xo'sh, bolalar, o'zim tayyorlaganman bu setda. Kimim berganisi ham bo'lardi. Xo'sh. Bu menga kerak emas. Qimmatbaho qoligi 98 ta joni bor, bitta shalker bor, o'shani topolmayapman. Sensiz men qanday yashay? Xo'plasam baxtli qilay, ko'zlaringni yoshlamay. Xo'p. Bunday ajoyib chala qo'shiqdan keyin men shalker qidirishim kerak. Ana 75 ta joni bor. Bizga bo'laveradi. Hey, 75 ta emas, 45 ta. Uni olaveranga. Shekilli. Şunlar kendi mahalle mi? Ha? Ne bu brat bana? Tahtı sol yaptı. İyi bile. Qochishim kerak. Kastilda kim bor kastilda? Bor chalg'itib turishini biratishga. Help. Oxirigacha ko'rganlar uchun rahmat. Videoga like bosib, kommentariyaga boshqatdan videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki biz tez orada 100 ta obunachi bo'lishimiz kerak. Kommentariyada o'z izohingizni qoldiring. Agar siz nick yozib qoldirsangiz, men sizga tekin case beraman. Shu xullas. Bilat. Boshqatdan. Xullas, kommentariyaga kirasiz, nickingizni yozib qoldirasiz. Любой nickga yozib qoldirasiz, men o'sha akkauntga tekin case olib beraman. Siz ana shuna qilib tekin case olasiz. Yoki set desangiz ham bo'laveradi. Men shu bratni ustidagi setni olib beraman. Hammaga xayr. Sizlar bilan Sho'xruxboy bo'ldi. Yana shunday videolarni ko'rishni istasanglar kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar.